Barchaga xayrli kech. Hozir bizlar qayerdamiz? Juda uzoq joyga keldik. Hozir bo'pchi. Qayerda? Pazdarg'om. Pazdarg'om degan joyda ekanmiz. Onajonlarni va otajonni birgalikda tabriklagan keldik. 70 yoshda qarshi olyapti ekan. Otajon, 70 yoshingiz muborak bo'lsin. Alovalarni yaqin o'samasiga kelishini so'raymiz. Yangilar muborak bo'lsin. Choy ichmagan mendan bilan yuksak nazar jonim dada odam sizdek Tabriklaymiz. Tug'ilgan kunlar muborak bo'lsin. Bugün günü mübarek olsun. Kalbimiz sağ yanında mübarek olsun. Yaşam gibi yolda oynasın. Tug'ilgan kunlar muborak bo'lsin. Birgalikda tabriklar. Rahmat, o'ynaganlar sog' bo'lsin, tug'ilgan kunlar muborak bo'lsin. Rahmat, jonlar sog' bo'lsin. Bizlar ham ko'pchilik ekanmiz, ko'rsatmasini. Yo'q. Assalomu alaykum otajonim. Otajonimga o'ta mikrofon beringizmi? Assalomu alaykum otajonim, yaxshimisiz? Charchamayapsizmi? Bezovta qildik bo'ldi. Umringiz uzoq bo'lsin, tug'ilgan kunlar muborak bo'lsin. Rahmat, sog' bo'ling. Kutuvdingizmi? Bitta savolimiz bor sizga otajonim. Tabrikka kim tomonidan tashrif buyurdik deb o'ylaysiz? Bizlarga ancha oldin aloqaga chiqishgandi. Shu otajonimning tug'ilgan kuni kelyapti. Otajonimni xursand qilmoqchiman. Otajonimning xursandchiligiga sababchi bo'lmoqchiman. Otajonim tabrikka farzandlaringiz tomonidan tashrif buyurdi. O'g'illaringiz tomonidan tashrif buyurdi. Umrlaringiz uzoq bo'lsin. Otajonimning shu tug'ilgan kuni kelyapti. Otajonimni xursand qilmoqchiman. Lekin kelganimda meni anglabdi-da. Otajonim deydi 69 yoshga kirdi deydi, lekin 18 yoshga kirgan dedi. Ota yoshligida ko'rdim. 70 yoshmi? Voy, to'y yosh ekan-da o'zi, obraz bo'lsin. Bizlar lekin hisoblaganda 69 edi. Endi 70 deb hisoblayveramiz. Ota 100larga kirib beravergan endi xudo o'zi 100 yoshga kirganingizda mana shunday kelib barcha yaqinlar bilan tabriklash nasib qilsin otajonim. Aytganingiz kelsin. Allohim aytganingiz kelsin otajonim. Hozirgi vaqtda eng katta boylik pul mol dunyoda deydi ota. Lekin hozir shunga amin bo'ldimki, sizning eng katta boyligingiz mana o'g'illaringiz, farzandlaringiz, shu kishilar borki siz boy. Siz bor ekanki bizlar boymiz otajonim. Shu o'zdan oilalarni, barcha yaqinlaringizni, farzandlaringiz nomidan sizga bitta gap aytmoqchiman otajonim, vaqtimizga sog'-salomat bo'ling. Shu vaqtgacha o'g'illardingiz, o'stirdingiz, hech kimdan kam qilmadingiz, bizlarga o'qib bo'lgan paytda qalbimda turdingiz. Buning uchun kattakon rahmat otajonim. Shu fursatdan foydalanib, sizga ancha vaqtdan beri aytmoqchi bo'lgan tilaklari va ancha vaqtdan beri aytmoqchi bo'lgan niyatlari bor insonlarga. Otajonim, Usullat opamizdan, Nobot opamizdan va Sunnat akamizni sahnamizga taklif qilamiz. Otajonimni bitta o'zlarining tilaklari bilan ham shu yo'lga tabriklab o'tadi. Marhamat. Assalomu alaykum hammalaringga. Sog' bo'linglar, niyat qilgan niyatinglar shu ukam yuzlarga kirsin. Qo'shgani bilan qo'shcha qarsin. Nevara, chevara, evaralarini hammasini ardog'ida yursin, bosh to'ydan chiqmasin. Latlariga Allohim shifo bersin, ko'p qatori yashab yursin. So'z berganingizga rahmat aytay. Rahmat, umringiz uzoq bo'lsin, aytganingiz kelsin. Marhamat, opamlarga yana sizni tabriklab o'tishadi. Sog' bo'ling, yuzlarga kiring. Boshimizga omon bo'ling, ilohim. Nevaralaringiz, farzandlaringiz, chevaralar huzurini ko'rib yurish nasib qilsin.
hamisha sog' bo'lib, bizlardan oshib yuring tog'ajon. Bizani vaqtimizga hamisha siz sog' bo'ling tog'ajon. Rahmat, aytganingizga opajonim berasiz, bitta tabriklar qo'ysinlar o'zlari. Assalomu alaykum. Otajonim bizlarga kirsin. Vaqtimizga sog' bo'lsin. Bizlarga nomimizga bosh bo'lib yursin. Rahmat, o'zingiz sog' bo'lsin. Bugun o'zi marhamat aka. Assalomu alaykum hamma og'aylar kelganlar uchun rahmat ota. Sizga 100 yoshlarda 100 dan oshib yuring. Boshingiz to'ydan chiqmasin. Shu bizlar boshimizga urib sog' salomat yuringda. Nevarlaringiz boshiga mana bu Jahon jiyaningiz bor. Asqar jiyan bir so'zga chiqmoqchi ekan, bizlar taklif qilamiz endi. Kelib ketinglar, ikkovlaringizni iltimos. Jahon bilan Asqar ma'lum. Bular esibki. Keyin qani? Yasmin aka, Bizlarga kirib Yasmin. Asqarga bering ya. Mana Yasmin. Mana nevarachamni ham tug'ilganda Abrusxon. Bu ham bizlarga kirib o'tamiz, yoshing yoshga yashagan. Hay bo'lim seni. Katta yigit bo'lding, haymi? Rahmat, aytganingizga sog' bo'lsin. Allah bergan umrda yashasin. Umringiz uzoq, ishingizga oson bo'lsin, butun bo'lsin. Xursandchilik kunlari ko'p bo'lsin. Allohim har doim o'zingiz qanaqasi bersin Allohga. Bizlar boshimizga sog' bo'ling. Umringiz uzoq bo'lsin. Rahmat hammalarga. Rahmat, aytganingizga to'g'ri bo'lsin. Buyur. Yana bir bor assalomu alaykum. Tog'a umringiz uzoq bo'lsin. Yangam bilan qo'sha qaring, bolalarni, nevaralarni, hamma qavm qarindoshlar baxtiga sog' bo'ling. Mana shu tug'ilgan kunlar ko'p bo'laversin. Har doim Alloh sizni qo'llayversin. Umringiz barakali bo'lsin. Sizga endi nima tilak qilishni bilmayman. O'zim bunday qarasa har tomonlama Xudoga shukr, mana baxtli insonlardan birisi to'g'risida. Mana nevaralar bor, bolalaringizni barcha mana shu qavm qarindoshlar mana sizni e'zozlab o'tib, shuni o'zi sizga katta baxt. Faqat shu yanga bilan jonlansa bo'lsa bo'ladi. Har doim xonadonlaringizda mana shunday yaxshi kunlar ko'p bo'laversin. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Tabriklayman. Marhamat, otajon ishlayapti aka, tabriklayvering. Najmiddin aka, tabriklayvering, otajon ishlayapti sizda. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum ota, yaxshimisiz? Tog'laringiz yaxshimi? Charchamaysiz? Ota tug'ilgan kuningiz bilan chin yuragimdan tabriklayman. Alloh uzoq umr ko'ring. Bizlar baxtimizga sog' bo'ling. Hech qachon kasal bo'lmang. O'g'lim senam sog' bo'l. Kun o'tkazaylik. Nasib bo'lsa inshaalloh bo'lsak bundan Kameraga qarang, mana ota. Alloh baraka ishlarni olsin senga. Sog' bo'l, umring uzoq bo'lsin. Yaxshi niyatlarga yetgan. Nochinda meni duodan to'xtatmay duo qiling o'shalarni. Nevaralarimda ham hammasi sog' bo'lsin, umri uzoq bo'lsin. Yaxshi niyat bilan yursin. Nima qilib bo'lsa Alloh qo'llab-quvvatlaysin. Aytgan Xudo xolasa hoji otalar bo'lmasa, niyatimiz shu hoji ota bo'lsangiz bizlar kim qanday xursand bo'lib faxrlanib yuramiz shu qushog'imizda. Shuning uchun shu niyatlarim shu. Allohdan so'rayman, shu hoji otalarga borib kelib sizlarni Yaxshi bo'lsa yaxshi niyat ham amalga oshadi. Sog' bo'l. Tabrik beramiz. Canım dada, yüksek nazarım dada. Rahmat. Sen bitta jajing akamizdan bo'lgan she'rlari bor ekan, o'zbekiston. Bitta she'rlari bor ekan. She'rlarni aytib bersinlar, keling qo'llar. Bitta she'r aytib beraman dedi, o'zim uchun.
Rahmat, bitta qarsaylar bo'lsin shu o'g'illarning uchun rahmat. Umrlaringiz bo'lsin. Salomat bo'ling, aytganingiz kelsin. Juda ham harakatda bo'lganlar zo'r. Glavni e'tiborni o'zi kifoya deydi-ku. Rahmat, aytganlaringiz kelsin. Lekin mikrofon olib qo'yilsin. Mikrofon berilsin. Rahmat. Endi she'rlaringiz ham bormi? Yo'q, bo'ldilar. Bo'ldi, ana shunisi. Rahmat. Bitta o'zingiz ham og'zaki bitta tabriklab qo'ying-chi. Bir tabriklayman hozir. Hozir bo'ldi, bo'ldi, rahmat. Hayır. Bize aşı verin. Bular chevaralar bizga. Mikrofon o'zi juda baland mikrofon, ma'qul yo'qmaguncha. Shu bir yoshgacha doim qo'llab-quvvatlab kelgan insonlardan biri bor. Chunki bu bizlarni qo'llab-quvvatlab kelgan inson borda, otajonimni bayramlarda, lekin otajonimizda doim yonida qalqonday turgan inson bu Feruza onamiz bo'ladi. Onajonim, shu fursatdan foydalanib sizga ham kattakon rahmat aytmoqchiman. Umringiz uzoq bo'lsin. Shuncha farzandni o'stirdingiz, ulg'aytirdingiz, hech kimdan kam qilmadingiz. Farzandlaringiz bilan suhbatda bo'lganimda bizlar kichkinaligimizda dedi, hech ham kasal bo'lmaganmiz dedi. Buni siri nimada deganimda, onajonim shifokorim bo'lganlar, onajonim sirdoshim bo'lganlar dedi. Har qanday vaziyatda ham onajonim qo'llab-quvvatlaydigan to'g'ri bo'lganlar dedi. Onajonim shu aynan farzandlaringiz tomonidan siz uchun atalgan she'r. Onajonim har qanday vaziyatda ham bizlarning yonimizda turganingiz uchun kattakon rahmat. Alloh sinov bergan mahalla uzoqlashdi yaqinlarim qilib. Siz qoldingiz, boshim sizlar. Rahmat sizga onajonga. Tushganimda boshimga kulfat. Sizga kerak ekanman faqat. Betob bo'lsam qildingiz tog'lar. Rahmat sizga onajonga. Siz borsizlar bo'lmayman taslim. Siz borsizlar egilmas qadrim. Dunyodagi eng sodiq do'stim. Rahmat sizga onajonga. Otajon, onajon, bu qarsaylar ham sizlar uchun. Sizni borligingiz ona, hammasi sizni duoyingiz ona. Baxtimga omon bo'ling, xasta bo'lmang ona. Qalbingiz doim nurlarga to'lsa, yashang bu dunyoda o'ynab kulib, tug'ilgan kunlar muborak bo'lsin. Armonlarni girdobida xo'rlanishlar ko'rib qo'ysin ko'ksim turtgan shu Birgalikda kuylaymiz onamiz uchun. ijobatin Sizni borligingiz ona, hammasi sizni duoyingiz ona. Baxtimga omon bo'ling, xasta bo'lmang ona. Rahmat, o'g'ilga kunlar muborak bo'lsin, umrlaringiz uzoq bo'lsin. Ashna Alloh qo'lingizga ko'z tegmasin. Onajonimni shaxsan endi o'zlari ham bitta otajonim tabriklab qo'yasiz. Mana marhamat, mikrofon sizga beraman. Shakar qizimda. Avvalambor hammalariga assalomu alaykum. Hammasi yetib kelibdi uyga. Mana shu biron turmush o'rtog'im bo'lgan kunlar ekan. Mana shu yoshdan yana 4-5tasi ko'rsinlar, ilohim baxtimizga sog' bo'lsinlar. Mana shu farzandlar, nevaralar davrasidan hech qachon kam qilmasin. Qatordan hech kimni kam qilmasin. Sizlarga ishlaringizga rivoj bersin. Hammamizga ikki dunyo saodatini bersin. Allohim hammamizni o'zini o'z panohida asrasin. Sog' bo'linglar, rahmat. nafotga shu bo'lsa Endi barchani esdalik suratlarga taklif qilamiz. Bu narsani qo'llash kerak. Hamma o'g'illarni sahnamizga taklif qilamiz. Esdalik fotosuratlarga tushib qo'yamiz. Rahmat, sizlar bilan Disney Dekor va Kamina Bekami bo'ldi. Tug'ilgan kunlar muborak bo'lsin. Hammaga rahmat. Beni yaxshi ko'ralar akam bor. Oti mening mehribon onam bor. Yonimda yurarlar, yonimda
Gelirler oynasın şükürde oynasın. Analar oynasın, analar oynasın. Gülleri ağlarken yayrasın. Canım getirinler, dualar verirler. Oynasa şükürde oynasın. Dünyadaki benim yakın insanlarım. En yaşlı günde yanımda duracağım insanlarım. Kızlar içinde, kızlar içinde, birlikte oynasın.